Siz bilasizmi? Dunyodagi eng katta va eng sirli o'rmon Amazon Rainforest ichida hali ham to'liq o'rganilmagan joylar bor. Bugun sizga Amazonka haqida eng qiziqarli va oxirida hech kim aytmagan faktlarni aytaman. Amazonka o'rmoni dunyodagi eng katta tropik o'rmon bo'lib, u 9 ta davlat hududiga tarqalgan. Bu yerda dunyodagi barcha hayvon va o'simliklarning taxminan 10% yashaydi. Amazonka ichidan oqib o'tadigan daryo dunyodagi eng katta suv oqimiga ega daryolardan biri. Bu o'rmonni ko'pincha yerning o'pkasi deb atashadi, chunki u juda ko'p kislorod ishlab chiqaradi. Amazonkada hali ham inson oyoq bosmagan hududlar mavjud va ba'zi qabilalar zamonaviy dunyo bilan umuman aloqaga chiqmagan. Amazonkada dunyodagi eng xavfli hayvonlardan ba'zilari yashaydi. Zaharli ilonlar, gigant o'rgimchaklar va piranyalar. Bu o'rmonda ba'zi daraxtlar shunchalik balandki, ularning balandligi 70 metrga yetadi. Yomg'ir shu qadar ko'p yog'adiki, ayrim joylarda quyosh nuri yerga yetib kelmaydi. Ba'zi olimlar Amazonkada hali kashf qilinmagan minglab hayvon turlari bor deb hisoblashadi. Endi esa eng qiziq joyi. Amazonkada qaynaydigan daryo mavjud. Uning suvi shu qadar issiqki, ichiga tushgan jonivorlar tirik qola olmaydi. Ba'zi hududlarda yer ostida qadimiy yo'llar va yashirin shahar izlari topilgan. Bu esa Amazonka ilgari rivojlangan sivilizatsiya bo'lganini ko'rsatadi. Eng hayratlanarlisi, Amazonkada hali ham zamonaviy dunyodan yashirinib yashayotgan odamlar bor va ular tashqi dunyo bilan aloqa qilmaydi. Olimlar aytishicha, bu o'rmonning katta qismi hali ham to'liq o'rganilmagan. Ya'ni u yerda noma'lum sirlar hali juda ko'p. Amazonka bu shunchaki o'rmon emas, balki hali ochilmagan sirlar bilan to'la dunyo. Sizni eng hayratga solgan fakt qaysi? Kommentda yozing. Agarda yana shunday videolar chiqishini xohlasangiz, kanalimga obuna bo'ling va videoga like bosing. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha.